Xo'p, hurmatli mijoz. Yo'q, siz meni tushunmayapsiz, hurmatli mijoz. Men sizga hozir hammasini aniqlashtirib aloqaga chiqaman. To'g'risini aytaymi? Shunaqa charchadim, shu darajada charchadim. Kecha doktorga bordim. Bittasi grijang bor deydi, bittasi qon aylanishing yaxshi emas deydi, bittasi miyangda kislorod aylanishi yaxshi emas deydi. 40 ga kirmasdan nogironga chiqarib qo'ydi meni. Voy, endi sizga bu gap yarashmabdi-da. Buni yechimi oson-ku aka. Masalan, sport zaliga qatnang. Barcha dardlaringizga shifo topasiz. Haqiqatan ham. Erkak kishi bo'lsangiz, bizga o'xshab erim ruxsat bermaydi, qaysi zalga boraman deb o'ylanib yurmasangiz. Qo'ysangchi adolat. Endi sen boshladingmi? Sizlarga gap bo'lsa bo'ldi. Zalga borish muammo emas. Lekin qarang, uyim Chilonzorda, ishxonam Sibeshda. Bizda nima ko'p? Komandirovka ko'p. Uyga yaqin zalga boray desam, ishxonamga uzoq. Ishxonaga yaqin zalga boray desam, uyimga uzoq. Uni ustiga oylab komandirovkaga ketamiz. To'g'risi, hammasidan charchadim. Ha aka, buni yechimi oson-ku. Shunchaki OneFit ilovasini telefoningizga yuklab olasiz. Nima u OneFit? Voy, adolat. Qo'ysangchi endi. To'g'risi ham-da, Jayron. Men ham eshitganman OneFitni, lekin to'liq ma'lumotga ega emasman. Baraka topkurlar, nahotki OneFit ilovasini bilmasanglar. Aka, OneFit O'zbekiston bo'ylab 500 dan ortiq zallarni o'z ichiga qamrab olgan ilova. Unda bor yo'g'i siz bir dona abonement olsangiz bo'ldi. Masalan, ofisda bo'lsangiz, ofisingizga eng yaqin bo'lgan zalga borasiz. Uyda bo'lsangiz, uyingizga yaqinini tanlaysiz. Agar komandirovkada bo'lsangiz, farqi yo'q, Samarqand, Farg'ona, Xorazm, barcha viloyatlardagi xohlagan zalingizga borishingiz mumkin. Eng asosiysi, ortiqcha to'lovlarsiz o'sha bir dona olgan abonementingiz evaziga. Endi zalga borib tosh ko'tarib yurishimiz qoluvdi. Adolat sport zal degani faqat tosh ko'tarish emas. OneFitdan 1 yillik abonement xarid qilsang, u yerda fitness zal, suzish havzasi, yoga studiyasi, boks, crossfit, sauna, ot sporti, undan tashqari arabcha raqslari ham bor. Va sizlarga yana eng zo'r yangiligi ham bor. Aynan Mumkin ilovasi orqali Mumkin promokodidan foydalangan holda yangi abonementlar boradigan bo'lsa, yillik 26% chegirmasi ham bor. Shuni bilmabmiz-da. Jayron, men o'rnimga ham javob berib turing. Men ketdim. Siz qayoqqa? OneFitga? Aka, ilovani telefoningizga yuklab olsangiz bo'ladi. U ilova aytgancha.